Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Arabjon Education kanaliga qiziqish bildirib, biz kanalimizga tashrif buyurgan muxlislar, xush kelibsiz. Sizlarga kanalim to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu kanal Arabjon Education deb nomlandi, ya'ni ta'lim sohasiga oid. Demak, bunda men ingliz tilini o'rgatish bo'yicha videolar joylamoqchiman. Undan tashqari logistika sohasida ishlaganim uchun logistikani o'rganishga oid videolar joylamoqchiman alohida playlist qilib. Undan tashqari kompyuter savodxonligi bo'yicha havaskorlar uchun alohida yana bitta playlist qilib kompyuter savodxonligi bo'yicha videolar joylamoqchiman. Undan tashqari yana qanaqa yo'nalish bo'yicha ochgim kelsa ochib, qo'shib shunaqa ko'plab o'ziga juda ko'p qirralarini qamrab olgan videolar joylashni reja qilib qo'yganman. Hozirda ilk videolarim ingliz tili bo'yicha joyladim. Endi ingliz tili bo'yicha hozircha 10 ta video joyladim. Birdaniga, ya'ni birma-bir joylab ketgandan ko'ra 10 tani avvaliga tayyor qilib oldimda, 10 ta joylab qo'yapman. 10 ta qilgandan keyin mashq qilish so'zimni qilib, keyin joylashni plan qilib qo'ygan edim. Ingliz tilini qaysi yo'nalishdan boshlasam ekan o'rgatishni, elementarymi, pre-intermediate-mi yoki noldanmi deb boshida o'yladim. Keyin eng to'g'ri variant deb mana bu Headway kitobidan o'tishga qaror qildim. Headway kitobini beginner deb e'lon. Ya'ni beginner bu nol emas, lekin undan yuqori ham emas. Ya'ni endi boshlovchilar uchun. Bu qaysi yoshdagilarga mo'ljallangan desangiz, bu 5-sinfdan yuqori. Ikkinchida 4-5-sinfdan yuqori bo'lgan va u yog'i necha yoshgacha bo'lsa ham ingliz tiliga qiziquvchi yoshlar uchun mo'ljallangan. Endi videolarimni o'zbek tilida joyladim. O'zbek zamon yurtdoshlarimiz uchun, dunyoning turli mamlakatlarda istiqomat qiluvchi o'zbek zamon birodarlarimiz uchun o'zbek tilida joyladim. Shartlari, tushuntirishlar o'zbek tilida bo'ladi. Mashqlar hamma yo'q, audio yozuvlar asosida ingliz tilida bo'ladi. Endi bir necha yil oldin men Essential Grammar in Use Raymond Murphy kitobidan ham 3-4 ta videolar joylab borayotgandim. To'xtalib qoldi. Meni osonlik bo'lsa ham bizga sodiq bo'lgan muxlislarimga egaman. Ularga video joylay olmay qoldim, chunki mualliflik huquqi sababli u videolarim bloklanib qoldi. Keyin orada hafsalanib bo'ldi. Hech unaqa tajribamda yo'qligi uchun keyin qanaqa qilib joylasam ekan deb ko'p o'ylandim. Shu bilan bir chekkaga surib qo'ygan edim. Lekin 1-2 oydan beri mana shu oxirgi paytda shu g'oya meni hech tinch qo'ymadi. Chunki endi logistika sohasida ishlaganim uchun bo'sh vaqtim kamroq. Masalan, lekin dars o'tishga qiziqaman. Maktabga biron joyga ishga kira olay desam, u meni vaqtimni yeb qo'yadi. Qolgan narsalarga ulgurmay qolaman. Shuning uchun eng to'g'ri variant, qiziqaman ingliz tilini o'qitishga qiziqaman. Qanaqa qilsam bo'ladi? YouTube blog ochib turib, YouTube orqali o'rgatsam bo'ladi ingliz tilini degan fikr tug'ilib qoldi va shu asosda o'zimning faoliyatimni boshladim. Endi bu qanaqa bo'ladi, bu yog'ini endi baho berish sizlardan. Qo'ldan kelgancha men chiroyli tarzda videolar joylaganman. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Kamchiliklari bo'lsa, savolinglar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa, bemalol izohlar qismida qoldirishinglar mumkin. Xo'p, endi o'zim haqimda ikki og'iz gapirib o'tadigan bo'lsam, men Arabjon Jo'raboyev To'xtasinovich bo'laman. 1985-yili Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilganman. Meni hammani ham shunaqa, endi baribir men o'zim e'tirof etmasam bo'lmaydi. Ota-onam qanaqa yutuqlarga erishgan bo'lsam, sababchi ota-onam bo'lgan. Ular meni yoshlikdan bilimga qiziqishimni e'tiborga olib, qiziqishimga oid kitoblar olib kelib bergan, dadam qo'limdan yetalab qayerda bir yaxshi maktab ochilgan bo'lsa, u paytda gimnaziya, litseylar ochilar edi. Ochilsa, u yoqqa olib borgan yetalab, imtihonlarga kirgizib, imtihonlarga tayyorlanishimda ko'mak berib, hattoki turk litseyga ham olib borib imtihoni kuni olib borib, esimda bor, yomg'ir yog'ayotgan edi, yakshanba kuni edi. Shu yerda meni kutib turgan otam, doim otam umri uzoq bo'lsin deyman. Minnatdor bo'laman bundan. Ota-onam sababli juda ko'p yutuqlarga erishganman. Ularning qatorida 2008-yilda Andijon davlat tilla pedagogika institutini ingliz tili fakultetini tamomlaganman. Undan keyin o'qituvchilik qildim.
qattiq mehnat qildim o'qituvchilik qilganda ham o'ziga qo'limdan kelgan barcha mahoratimni, bilimimni ishga solib, 7 yil Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi akademik litseyda ingliz tilidan dars berdim. Taqdir taqozosi bilan 2016-yildan boshlab logistika sohasiga kirib qoldim. Va bundan afsuslanmayman. Logistika sohasida ishlashni tavsiya ham qilaman sizlarga. O'qituvchilik ham yaxshi, logistika sohasi ham yaxshi, hamma soha yaxshi. Qachonki o'zingizda sabr-qanoat bo'lib, mashaqqatlarda yengishga irodangiz bo'lsa, hamma sohada ham ishlab yutuqlarga erishsangiz bo'ladi. Shu 2016-yildan boshlab keyin ishxona Toshkentga ko'chdi. Shunday bo'lib, men hozir Toshkentda oilam bilan istiqomat qilib kelmoqdaman. Endi YouTube kanalimizga qaytadigan bo'lsak, ingliz tilini boya aytganimdek, mana shu Headway kitobidan beginnerdan boshlab o'tamiz. Darslarni video, audio yozuvlar asosida har bitta unitni mashqlarini birgalikda Students Book'dan darsda bajaramiz. Workbook'ini esa izohlar qismida linkini tashab qo'yganman. U joydan skachat qilib olib, yangi so'zlarini hamda unit testlarini o'zingizlar uyda bajarib borishinglar kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bu YouTube videoyim onlayn bo'lsa ham, hech qanday offlayndan kam joyi yo'q. Buni haligi mashinada ketayotib, ingliz tilini o'rganishning oson usuli deb men sizlarga ayta olmayman. Chunki til o'rganish hech qachon oson bo'lmaydi. Til o'rganish yoki birorta bitta mutaxassislikni o'rganish albatta mashaqqat bilan bo'ladi. Shu mashaqqatni boshdan kechirib, toblanib o'rgansangizgina keyin uni mutaxassisi bo'lasiz. Oson ingliz tili, oson rus tilini o'rgatamiz, mana sohani osongina o'rgatib qo'yamiz deganiga uchib borib, keyin u yerda o'qib bo'lmaydi ekan bu deb hafsalangiz pir bo'lib ketayotgan bo'lsa, shu sababi shuki, osoniga qiziqmanglar. Mashaqqat bilan o'rganinglar. Qiyin bo'ladi. Ilm olish igna bilan quduq qazish bilan barobar degan mashoyixlarimiz aytgan gap bor. Xuddi shuni singari meni videolarim ham o'tirib, bir rejim asosida daftar tutib, dialoglar tuzib, sheriklar bilan muloqot qilib o'rganishni talab etadi. Buni formatini ham kompyuter formatga mo'ljallab qilganman. Chunki bu yerda testlar bo'ladi, har xil savollar bo'ladi. Uni telefonda ko'rish qiyin mayda yozuvlarda. Hech bo'lmasa notebookni qo'yib olib, stolingiz ustiga yoki xon taxtaga qo'yib olib, daftarlarni bilan, ruchkalar bilan qizil ruchka, ko'k ruchka qilib yozib bajarsangizgina o'zingiz o'ylagan marraga erishasiz. Shuning uchun sizlarga maslahatim, qachonki o'zingiz shunga tayyor bo'lsangiz, men mana shu mashaqqatlar boshini kechirishga tayyorman desangiz, birgalikda men sizlarga ingliz tilini o'rgataman. Beginnerni boshlaymiz. Beginnerdan keyin elementary, shu tarzda qo'limdan kelgan barcha mahoratlarni ishga solib, mana shu YouTube videoyimda sizlarga ingliz tilini o'rgataman. Qanday fikr mulohazalaringlar bo'lsa, taklif bo'lsa, YouTube mana shu videoni izoh qismlarida qoldiring. Meni qo'llab-quvvatlash uchun meni va shu YouTube kanalimga a'zo bo'lsanglar, o'zim juda ham mamnun his qilaman. O'zingizlarni ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lib yurgan tanishinglarga yuborib qo'ysanglar, yana ham xursand bo'laman. Bu menga dalda bo'ladi. Haligi rag'batlantirish bo'ladi menga. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ingliz tilini o'rganishinglarda sizlarga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Salomat bo'ling.